Molyar konsentratsiyalari nisbati 4 ga 3 bo'lgan ikki eritmaning umumiy hajmi 28 litr. Agar ikkala eritmadagi erigan modda miqdori nisbati mos ravishda 4 ga 3 bo'lsa, konsentratsiyasi katta eritma hajmini aniqlang. Berilishini yozib olamiz. Demak, ikkita eritma berilgan ekan, ularning bir-biriga nisbati berilmagan. Ya'ni qaysi ko'proqligi aytilmagan. Balki bu ko'proqdir, balki ikkinchi eritma ko'proqdir, balki tengdir. Aytilmagan o haqda, lekin ularning molyar konsentratsiyalari nisbati berilgan. 4 ga 3 ekan. Molyar konsentratsiyani o'zi nisbiy ko'rsatkich bo'lgani uchun o'zini yozib oldik. Ya'ni birinchisini molyar konsentratsiyasini 4 deb oldik, ikkinchisiniki 3 molyar deb oldik. O'zi nisbiy ko'rsatkich bo'lgani uchun 4 ga 3 o'sha o'zini qo'yib qo'ya qoldik. Keyin erigan modda, ya'ni tuz bo'lsa, erigan moddani mollari nisbati berilgan. 4 ga 3. O'shaning uchun ham ularning molini noma'lum bo'lgani uchun 4x mol, 3x mol deb oldik. Shunda 4 ga 3 bo'ladi, to'g'ri keladi. Va hajmlarini demak topishimiz kerak. Endi umumiy hajmi berilgan 28 litr deb berilgan. Demak, yozib olamiz. 28 litr. Endi molyar konsentratsiyalari bo'lgandan keyin biza molyar konsentratsiya formulasidan ishlasak bo'ladi. Molyar konsentratsiya demak topish uchun molni hajmga bo'lishimiz kerak. Yoki shu formuladan kelib chiqib hajmni topish uchun molni molyar konsentratsiyaga bo'lishimiz kerak. Shu formuladan kelib chiqib molni topish uchun molyar konsentratsiyani hajmga demak ko'paytirib topsak bo'ladi. Bu yerda birinchi eritmaning molyar konsentratsiyasi berilgan, erigan moddani moli berilgan 4x mol va hajmini topsak bo'ladi. Hajmni topish uchun molni molyar konsentratsiyaga bo'linadi. Demak, mol 4x, molyar konsentratsiya 4. 4 bilan 4 qisqarib ketadi, x litr. Birinchi eritmaning hajmi topildi. Endi ikkinchi eritmanikini topamiz. Xuddi shunday hajmni topish uchun molni molyar konsentratsiyaga bo'lamiz. Demak, mol 3x. 3 bilan 3 qisqarib x qoladi, x litr ekan. Demak, birinchisi ham x litr, ikkinchi eritma ham x litr ekan. Ikkalasini qo'shsa 2x litr bo'ladi. Demak, 2x'imiz 28 ga teng. X'ni topish uchun 28 ni 2 ga bo'lamiz. X'imiz 14 ekan. Demak, bu ham 14. Bu ham 14 litr ekan. Ikkalasi ham topildi. Umumiy molni topsak ham bo'ladi. Bu noma'lum son bo'lgani uchun baribir noma'lum chiqadi. 4x, 3x bo'lsa, ko'paytirsa 7x chiqadi. Umumiy 7x mol. Lekin bizda x topildi 14 ekan, shuna qilib topib qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni 7 ni 14 ga ko'paytirsak chiqib keladi. Masalada demak 7 kere 14 70, 28, 98 mol umumiy ekan. Topsak bo'ladi buni ham. Demak, masalada konsentratsiyasi katta eritma hajmini aniqlang degan. Konsentratsiyasi 4 va 3 molar. Konsentratsiyasi katta eritma birinchi eritma. Uni hajmi x 14 litr. To'g'ri javob B variant.